Namangan viloyatidagi texnikumlarda bu yil 1500 nafardan ziyod bitiruvchilarga sertifikatlar berildi. Ularning bandligini ta'minlash maqsadida joylarda keng qamrovli tadbirlar bo'lib o'tmoqda. Jumladan viloyat kasbiy ta'lim boshqarmasi hamda erkin iqtisodiy va kichik sanoat zonalaridagi ishlab chiqarish korxonalari bilan hamkorlikda mehnat yarmarkasi tashkil etildi. Muxbirimizning lavhasi shu haqda. Namangan viloyatida bugungi kunda 54 ta kasbiy ta'lim tashkilotlari faoliyat yuritadi. Qariyb 40 ming nafar talabalarga xorijiy tillar, 150 dan ziyod yo'nalishlarda kasblar o'rgatib kelinmoqda. Namangan erkin iqtisodiy zonasi hamda Chust tumanidagi yirik ishlab chiqaruvchi korxonalar bilan hamkorlikda tashkil etilgan mehnat yarmarkasiga texnikum direktorlari hamda bitiruvchi yoshlar taklif etildilar. Tadbirda so'zga chiqqanlar sohadagi yangilanishlar, tizimdagi islohotlarning amaliy natijalarini ta'kidladilar. Xususan, mehnat yarmarkasida ishtirokchilar va ish beruvchilar o'rtasida to'g'ridan to'g'ri muloqot o'rnatildi. Talabalar Namangan erkin iqtisodiy zonasida tekstil yo'nalishida faoliyat olib borayotgan yirik ishlab chiqarish korxonasi ish jarayoni, ishchi xodimlarga yaratilgan sharoitlar bilan yaqindan tanishdilar. Mutaxassislar tomonidan ish o'rinlari, imkoniyatlar haqida to'liq ma'lumotlar berildi. Bitiruvchilar esa o'z mutaxassisligi va qiziqishlariga mos ishlarni tanlash, rezyume topshirish va shu yerning o'zida dastlabki suhbatlardan o'tish imkoniga ega bo'ldi. Norin tumani birinchi son texnikumi direktoriman. Shu Norin tumanida ham Namangan viloyatida bo'lgani kabi yengil sanoat tizimi sohasi rivojlangan. Shu munosabat bilan o'sha tumanimizda, viloyatimizda mana shunday bir yengil sanoat, tikuvchilik, to'qimachilik sohasidagi korxonalarga kadrlar yetkazib berish bo'yicha biz ham tikuvchilik yo'nalishida o'quvchilarni, mutaxassislarni tayinlaymiz. Hozirgi kunda bizda 95 nafar shu yo'nalishda o'quvchilarimiz ta'lim olyapti. Albatta men shunday hozir xulosa qildimki, bugun bu korxonani yaqindan tanidik, faoliyati bilan tanishdik. Endi men yana bir narsasiga rahbarlarning aytgan gapiga e'tibor qaratdim. Shu bizga jichib masofa uzoqligini o'ylab turgandim. Bu yerda shunday aytdiki, yo'l kira avtobus viloyatimizning qaysi chekka joyida bo'lsa ham olib borib olib kelishga transport hamda issiq ovqat bilan ta'minlaymiz. Shu oylik ish haqidan tashqari deganligi menga juda ma'qul keldi. Borib albatta o'sha o'quvchilarimni bu yerga yana qolgan qismini ham olib kelib tanishtirib, shu yer bilan hamkorlikda ish tashkillashtirmoqchiman. Mana shu kabi joylarda ishlash imkoniyati borligidan juda ham xursandmiz. Hozir bizga bu yerni tanishtirishyapti. Bu yerdagi sharoit hamda oylik bizga juda ham yoqdi. Kelgusida men ham mana shunday joylarda ishlab, yaxshi mutaxassis bo'lib chiqib, o'z vatanimga hissamni qo'shmoqchiman. Yoshlar bandligini ta'minlash bo'yicha viloyat kasbiy ta'lim boshqarmasi tomonidan hozirga qadar bir qator chora-tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda. Xususan, investor tarmoq texnikum zanjiri asosida ish beruvchilar bilan hamkorliklar yo'lga qo'yilgan. O'quvchilarimizni bandligini ta'minlash uchun ishlab chiqaruvchilarimizga bir qator imtiyozlar berilgan. Imtiyozli kreditlar, ish haqi soliqlaridan imtiyozlar olingan bo'lib, albatta bu ishlab chiqaruvchilarimizni ko'proq texnikum bitiruvchilarini ishlab chiqarishga, ishga olishga talabini oshirish imkoniyatini yaratib bermoqda. Bundan tashqari, viloyatimizda xalqaro davlatlar bilan aloqa asosida tartibli migratsiyani yo'lga qo'yamiz. Jumladan Germaniya, Polsha, Yaponiya, Koreya davlatlari bilan hamkorlik asosida texnikumlarning o'zida til sertifikatiga ega bo'lgan malakali yoshlarimizni chet el ish beruvchilari tomonidan kelib sinovlar o'tkazib, suhbatlar asosida chet elga ishlashga jo'natish choralarini ko'rmoqdamiz. Men o'ylaymanki, bugungi mehnat yarmarkasidan 1,5 mingga yaqin o'quvchilarimizni kafolatlangan ish o'rni bilan ta'minlash choralari ko'riladi. Kunning ikkinchi yarmida mehnat yarmarkasi Chust tumanida davom etdi. Bu yerda ham bitiruvchilarga kichik sanoat zonalari korxonalaridagi bo'sh ish o'rinlari bo'yicha ma'lumotlar berildi. Bu kabi tadbirlar yoshlar bandligini ta'minlash, o'z kelajagini belgilash uchun muhim qadam bo'lib xizmat qiladi.